Hayot qizig'i 5 minut oldin siz meni ustimda hukm chiqaryotgandingiz. 5 minutdan keyin men sen ustingda hukm chiqaryapman. Baxtiyor, sotuv bo'limiga yangi ishchi olib keldim. Qara, nima kamchiligi bo'lsa o'zing to'g'rilaysan. Hop bo'ladi. Sardor, mana ichkaridagi xonam pollarini artib chiroyli qilib top-toza qilib qo'ygin. Davay. Baxtiyor aka, men sotuv bo'limiga kelganman, tozalashga kelmaganman bu yerga. Ishlaging kelayotgan bo'lsa qilasan. Oka, ozgina ushalib qoldi. Vaqtida kelsang bo'lmaydimi? Bilasan, men kompyuterlarni tushunmayman men. Mijozlar kelib yotibdi. Kel o'tir joyingga. Nasiya savdoga telefon kerak edi. Redmi olmoqchi edim. Shartlari qanaqa? Boshlang'ich to'lovsiz pasport o'zgami? Hurmatli mijoz, pasportingizni bering, 10 daqiqada rasmiylashtirib beramiz. Ha, oka. Alo, yo'q, hali erta emasmidi? Bo'ldi, hozir 5 minutda boraman. Doniyor aka, tabriklang, farzandli bo'lma. Malades, moro bo'lsin. Shuna 5 daqiqaga u kishim qarab tursin. Mani ishim nima bo'ladi? Oka, hozir. Baxtiyor, tez o'tir, bu klientga qara. Xo'p, bu hujjat sizniki ekan-a? Boshlang'ich to'lov qilib bo'ldingizmi? Tushunmadim. Qanaqa boshlang'ich to'lov? Menga qara, qanaqa boshlang'ich to'lov? Sen qayerda o'tirganingni bilyapsanmi? Bu Smart Pro do'koni bo'ladi. Tur o'rningdan. Sardor, siz sotuv bo'limiga keluvmidingiz? Ha, shunaqa Doniyor aka. Nima qilib yuribsiz unda? O'tiring joyingizga. Hurmatli mijoz, mana sizning telefoningiz 12 oy mobaynida 300 ming so'mdan to'lab borasiz. Bizada eng qizig'i P'ni hech qanaqa tug'maydi. Yaxshi kunlik ishlating. Mayli, kutib qolamiz sizni. Xo'p. Obedga chiqib ketyotgandim. Bu narsa olib kelingmi sizga? Hayot qizig'i 5 minut oldin siz meni ustimda hukm chiqaryotgandingiz. 5 minutdan keyin men sen ustingda hukm chiqaryapman.